2 soatdan beri qayerda yuribsan? Ozgina bo'sh qo'ysa shunaqada bu. Endi umuman ko'chaga chiqmaysan. Dugonamni olib keluvdim shunga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asingni mehmon borligida yetkazib tayyorgarlik qilib turardik. Sovqati bilan qolgandir Yo, aka. sen ne kech kelding? Keling. Hey, baxtga. Men qarang, u dugonangni yigit yo'qmi? Shuni menga to'g'rilasak bo'lmaydimi? Faqat Anula bilmasin, xo'p. To'g'risini ayt, boya ne kech kelding? Ha aka, Dugonang nimadir yegisi kelmayaptimi? shokolad olib keling. Ha? Shokolad yegisi kelganda. Nima yeyapsan? Vuy, shokoladmi? Narodiga allergiyam bor. Iye? Guli dugonangga qanday o'rasan bo'ladi? Gul olib beraymi? Yo, she'r aytib beraymikan, ha? Tufli. Tufli? Ha, bechora dugonamda tuflisi yo'q. Menimcha meni kutyapsiz-a? Sizga shunaqa rang yoqarmidi? Menga? Yo'q. Ichkarida kiyib ko'radi. Yur ketdik. Aka, Hov. dugonamga pul kerak ekan. Pul? Ha, $1000. Katta qarzi bor ekan. Ha, pul kerak bo'lsa borib chiqib ishlasin, bizdan ne so'raydi? Voy, Voy. uzr aka. Ey Guli, qayerga? O'rtog'im bilan magazinga chiqib kelaylik. Xohlasanglar o'zim olib borib kelaman. Aka, sizda ishingiz bor, men o'zim boraman, ha? Sen moshina haydashni bilmaysan, seni piralang yo'q. Yo'q, aka, qiynalma. Yo, o'zi peshko'm ham yurib turish kerak, sog'liqqa foydali. Ha, yo'q-e. Ha. Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ha, keldingizmi? Ha, shu yerdansa bo'lib ketdik. Nima? Assalomu. Va alaykum assalom. Sizmi singlimiz bilan uchrashuvga chiqqan? Oldin bizni sinovimizni o'tishingiz kerak. Akasi 3 ta ekan, ha? Akasi ko'p bo'lsa, qiyin bo'lsa kerak, ha? Juda. Mana masalan, men qizlar ichida o'sganman. Sezilyapti. Vobshe bo'lmaydi bu bola. Ozg'inligini qarang aka. Ham qora ekan. Nega normallik-u? Vau, shashlikni hidimi? Yoqdimi sizga? Ketiga ham bir marta o'tamiz. Pastligini ko'rdingmi? Senga umuman to'g'ri kelmaydi, singlim. Yig'ishtir, ketdik uyga. Sen nima agar shu bolaga san tegmasang? Jalkada. Shuncha sinaganinglarni tushundim. Bu nimaga kerak? To'ydan keyin dovcha-povcha yeging kelib qolishi mumkinmi? Daraxtga chiqishni bilish kerak-ku. Pastlik qilib dieta, piyeta qiladi. O'g'il bola mana shunaqangi 5 barmoq qaziq qarta halimlarni yebchi. Bo'lish kerak. Mazam bo'lmayapti, hozir kelaman. Voy. Aka, nech pul ekan? Keling o'g'lim, 50 ming. Nima? 50 ming jinnimisiz aka? Xohlamasangiz o'zingiz bilasiz. To'xtang, men aka. Bu nima qilganinglar? Bunisi oshib tushdi. O'chiray. Bizga bir tiyin pul kerak emas, prosta saxiyligini tekshirmoqchimiz. Bo'lib qoldingizmi? Hozir 100 minglik bo'lib ketadi. Oldin bizni sinovimizni o'tishingiz kerak, tushundingmi? Boshqa. Tayyormiz. Oldin bizni sinovimizni o'tishingiz kerak. Oldin bizni sinovimizni o'tishingiz kerak. Kulba samanda Bitta gapim. boshqa tasavvur. Allah. Mazam bo'lmayapti, hozir mashina turib. Oldin bizni sinovimizni o'tishing kerak. Mazam bo'lmayapti, shu hozir shunga kirib chiqay.